Qani, ketdik. Ko'pchilik qorni oq rangda deb o'ylaydi, lekin u aslida shaffof kristaldan iborat. 8 oyoqlarda 3 ta yurak mavjud. Bulutning o'rtacha og'irligi 500 tonna. Bu 264 ta Bugatti'ga teng degani. Jirafalar insonlarga nisbatan 30 baravar ko'proq chaqmoq tegishi orqali vafot etishadi. Astronomik tadqiqotlar natijasiga ko'ra, koinotning rangi sut rang deb aniqlangan. Issiq suv sovuq suvdan tezroq muzlaydi. O'rtacha inson yuragi kuniga 100 mingtadan ortiq uradi. Ba'zi kristallarning yoshi 4 milliard yillik bo'lib, bu Yer sayyorasini yanada tarixiy ekanligini bildiradi. 2011-yilgi Yaponiyadagi zilzila natijasida Yerning bir kuni 1,8 mikrosekundga qisqargan. Misr qabristonidan topilgan 3000 yillik asal hozir ham iste'mol uchun xavfsiz deb topilgan. Inson DNKsi banan DNKsiga taxminan 60% ga o'xshaydi. Yerda daraxtlar soni galaktikadagi yulduzlardan ham ko'p. 8-qit'a ham bor va u Zelandiya deb nomlanadi. Kometalar juda yoqimsiz hidga ega. U chirigan tuxum hidini beradi. Uran va Neptun sayyorasida olmos yog'adi. Tog'lar ham o'sadi. Misol uchun, Everest tog'i har yili 4 mm ga ko'tarilmoqda. Antarktidada 100 ming yillik mikroorganizmlar muzlab qolgan va ular hali ham tirik. Inson tanasidagi qon tomirlarining uzunligi 160 ming kilometr bo'lib, bu Yer ekvatorni 12 marta aylanib chiqishga yetadi. Miyamiz faqat 10% ga ishlaydi deyishadi, lekin bu xato. Aslida miyaning deyarli barcha qismlari faol ishlaydi. Chivinlar orasida faqat urg'ochi chivinlar odamlarning qonini ichadi. Kapalaklar oyoqlari orqali ham ta'm sezishadi. Har bir inson tanasida atomlar mavjud. Aysberglar suv yuzasida juda katta ko'rinadi, lekin biz ularning atigi 10% ni ko'rib turamiz. O'rdaklar uyqu vaqtida bir ko'zlarini ochiq qoldirib, miyaning faqat bir qismini dam oldiradi. Egizaklarning DNKsi bir xil bo'lishiga qaramay, ularning barmoq izlari har xil bo'ladi. Miya keraksiz hujayra qoldiqlarini yo'qotadi. Bu uning o'zini tozalash mexanizmi hisoblanadi. Mike ismli tovuq boshsiz 18 oy yashay olgan. Bitta odam boshidagi soch tolalari umumiy hisobda 12 tonnagacha vazn ushlab tura oladi. Oshqozonimizdagi xlorid kislota hattoki metallni eritib tashlashi mumkin. Odam miyasining elektr faoliyati 20 watt ishlab chiqara oladi. Bu esa kichik lampani yoqishga yetadi. Agar Yerning markazidan tunnel qazib, unga sakrasangiz, siz 42 daqiqada Yerning narigi tomoniga yetib borishingiz mumkin. Suv ayiqlari ekstremal harorat, radiatsiya ichida ham yashay oladi va hatto kosmosda ham omon qolishi mumkin. Koinotda taxminan 50 milliard galaktika mavjud. Agar hasharotlar birlashib odamlarga qarshi chiqishsa, har odamga 2,5 million chivin to'g'ri keladi. Koreyada olmalar kvadrat qilib yetishtiriladi. Ya'ni bu qadoqlashni osonlashtirish uchun. Bir dona A4 qog'ozni 42 marta buklansa, uzunligi oyga yetadi. Antarktidada ham cho'l bor, lekin u muz bilan qoplangan. Zombiga aylanish kasalligi haqiqiy hayotda ham bor. Ilgari dinozavrning terisi toshbaqalarnikidek bo'ladi deb aytilgan, lekin aslida ko'plab dinozavrlarning patlari bo'lgan. Yer yuzidagi suvning bor yo'g'i 1% qismi ichimlikka yaroqli hisoblanadi. Yerdagi kislorodni daraxtlar emas, okeanlar ishlab chiqaradi. O'rtacha inson umrida Yer atrofida 5 marta sayohat qilishga teng masofada yuradi. Aslida biz okeanlardan ko'ra Oy haqida ko'proq ma'lumotga egamiz. Umringiz davomida yuragingiz taxminan 3 milliard marotaba uradi. Umringiz davomida taxminan 35 tonna ovqat iste'mol qilasiz. Metall issiqlikda kengayadi. Shuning uchun Parijdagi Eyfel minorasi yozda 15 sm balandroq bo'ladi. Avokado sabzavot emas, meva hisoblanadi. Dunyodagi eng qimmat mashina Bugatti hisoblanadi. Uning eng qimmat modeli 19 million dollarga teng. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi eng yashash uchun qiyin davlat deb Kuvayt topilgan. Kosmonavtlar koinotdagi vazinsizlik tufayli dush qabul qilisha olmaydi. 1923-yilda bir g'ildirakli mototsikl ixtiro qilingan va u soatiga 150 km tezlikda harakatlana olgan. Dunyodagi eng boy shahar deb New York topilgan. Dunyo bo'ylab internetning 99% dengiz ostidagi optik tolali kabellar orqali uzatiladi. Uchar ilonlar ham bor. Krizopeliya nomli ilon 20 metrgacha ucha oladi. Tarakanlar hattoki yadro portlashga ham chidaydigan hasharotlar hisoblanadi. Har 7 yilda tanamizdagi deyarli barcha hujayralar yangilanadi va siz har safar yangi insonga aylanasiz. Ko'pchilik zamburug'larni o'simlik deb o'ylaydi, lekin ular aslida alohida biologik olamga tegishli. Ya'ni ular na o'simlik, na hayvon. Odamni o'ldirish uchun uni 1 million marta chivin chaqishi kerak. Shaxmatda koinotdagi atomlardan ko'ra ko'proq kombinatsiyalar mavjud. Dunyodagi eng boy o'ylab topilgan personaj bu Scrooge McDuckdir.
millimetr. Uning 2023-yildagi boyligi 65 milliard dollar sifatida baholangan. Statistika bo'yicha shifokorlarning tushunarsiz yozuvi sababli yiliga 7000 nafar amerikalik olamdan ko'z yumadi. Apple kompaniyasining hisob raqamlarida AQSh hukumatidan ham ko'proq pul mablag'i bo'lgan. Odamlar o'z tug'ilgan kunida halok bo'lish ehtimoli boshqa kunlarga vafot etish ehtimoliga nisbatan ancha balandroq. Dastlab atyorka mixlarni kovlab chiqarish uchun kashf etilgan edi. AQShda ishlab chiqariladigan tuzning taxminan 3 dan 1 qismi yo'llarni muzdan tozalash uchun sarflanadi. Har kuni 60 nafar odam millionerga aylanib boryapti. Limon tarkibidagi shakar qulupnayga qaraganda ko'proqdir. Dunyo aholisining 7% chapaqaylardir. Odamning o'ng o'pkasi chap o'pkasiga nisbatan ko'proq havo sig'dira oladi. Sigir zinapoyadan yuqoriga ko'tarila oladi, lekin tusha olmaydi. Har yili Osiyoda odamlar taxminan 4 million mushuklarni yeb qo'yishadi. 100 gram asal yig'ish uchun bitta asalari 46 ming kilometr masofani uchib o'tadi. Taniqli aktyor Charlie Chaplin o'z qiyofadoshlari o'rtasida bo'lib o'tgan tanlovda ishtirok etib, 3-o'rinni egallagan. Sizga kimdir jilmayib qarasa, siz ham unga jilmayib javob qaytarasiz. Jirafaning tili 45 sm uzunlikka ega. Bitta qalam bilan 50 mingta so'z yozish mumkin. Har bir odam tunda kamida 15 marta uyg'onadi. Bu bilan u bir uyqu bosqichidan bosqichga o'tadi. Chumollar o'z uyini isitish uchun tanalardan foydalanadi. Ular quyoshda isinib olgach, darhol inlariga yuguradi. 100 yoshgacha va undan ko'p umr ko'rganlarning 80% ayollar tashkil etadi. Bir kunda bolalar o'rtacha 400 marta, kattalar esa 15 marotaba kulishadi. Agar hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, bu ishni professional tarzda amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Chunki noto'g'ri ochilgan kanal hech qachon YouTube'da rivojlanmaydi. Agar bu borada sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga yordam beramiz. Biz sizga noldan kanal ochib, unga unikal nom, professional banner avatarka, rekomendatsiyaga chiqadigan qilib kanalingizni sozlab beramiz. Bundan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Kanal ochishga hoziroq buyurtma berish uchun ekrandagi manzilga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Siz bir vaqtning o'zida ham ovqat yeb, ham nafas ola olmaysiz. Qorong'ulikda 1 daqiqa tursangiz, ko'zingiz sezuvchanligi 10 marta oshadi. Xitoyda 90 milliontadan ortiq Li familiyasiga ega insonlar mavjud. Odam uxlab qolish uchun o'rtacha 7 daqiqa kerak bo'ladi. Inson tanasida yashovchi bakteriyalarning umumiy vazni 2 kilogramni tashkil qiladi. Gizadagi piramidalar yerda mammontlar bo'lgan vaqtida qurilgan. Olimlar it va ayiqlarning ajdodi umumiy ekanligini aniqlashgan. AQShdagi kutubxonalar soni butun dunyodagi McDonald's restoranlaridan ko'proq. Koreyaliklar hidsiz terlashadi va shuning uchun ham Koreya do'konlarida dezodorantlar topish qiyin. Elektr lampani ixtiro qilgan Thomas Edison qorong'ulikdan qo'rqgan. McDonald's har soniyada 75 tadan ortiq gamburger sotadi. Hatto itlar va mushuklarda ham odamlarga nisbatan allergiya bo'lishi mumkin. Smartfoningizdagi fon rasmini o'zgartirish stress darajasini pasaytiradi. Yaponlar qora mushukni omad keltiradi deb hisoblashadi. Peru mamlakatida qurbaqalardan tayyorlanadigan sharbat sotiladi. Kakapo dunyodagi yagona ucholmaydigan to'tiqushdir. Qirol kobrasida 20 nafar inson yoki bitta filni o'ldirishga yetarli zahar mavjud. Germaniyada dengiz mushuklarini dengiz itlari deb atashadi. Inson ko'zini o'rtacha yiliga 4 million marta ochib yumadi. Juda uzoq qulgudan inson o'lishi ham mumkin. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.